Sholi yetishtirish jarayoni faqat aqlli texnologiyalar yordamida amalga oshadigan dunyoni tasavvur qila olasizmi? Mashinalar ekin ekadi, dronlar kuzatadi, sun'iy intellekt esa dalalarni aniqlik bilan boshqaradi. Xitoyda avtomatlashtirilgan sholi yetishtirish aynan shu orzuni haqiqatga aylantirmoqda. An'anaviy dehqonchilikni zamonaviy texnologiyalar bilan o'zgartirib, butun tizimni yangicha shaklda rivojlantirmoqda. Bu jasur qadam eski usullarni zamonaviy vositalar bilan almashtirib, samaradorlik va barqarorlikni yangi darajaga olib chiqadi. Hurmatli dehqonlar, biz Xorazm hududida sholi xarid qilishni boshlaganmiz. Agar sizda sotiladigan sholi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Biz sizning sholingizni bozor narxida xarid qilamiz. Sichuan viloyatida Xitoyning avtomatlashtirilgan guruch yetishtirish tizimi yangi bosqichga o'tdi. Chengdu shahrida 2 shoshilish deb ataluvchi mavsumda ekish va yig'im-terim bir vaqtda amalga oshadi. Endilikda fermerlar o'z-o'zidan ishlaydigan insonsiz sholi ko'ruvchi mashinadan foydalanishmoqda. U internet narsalar texnologiyasi orqali ko'chatlarni aniq masofada joylashtiradi. Bu mashina ortiqcha mehnatni kamaytirib, ish jarayonini tezlashtiradi. Fermerlar esa samarali ekish va past xarajatlardan foyda ko'radi. Shu orqali gibrid sholi yetishtirish usullari ham yanada rivojlanmoqda. Butun Xitoy bo'ylab hozir erta pishadigan sholi navlari zamonaviy mashinalar yordamida yig'ib olinmoqda. 80% dan ortiq hosil ilg'or texnikalar bilan terib olinadi. Fermerlar minglab kombaynlar, ko'chiruv mashinalari va quritish uskunalaridan foydalanishadi. Bu texnika mehnatni kamaytiradi, aniqlikni oshiradi va yig'im-terim jarayonini tezlashtiradi. Sun'iy yo'ldoshlar orqali kuzatuv va kompyuter yordamida tahlil tizimlari hosil sifatini nazorat qiladi. Natijada vaqt tejaladi, mehnat yengillashadi va hosildorlik oshadi. Jiangsu viloyatida esa yangi usulda ko'chat yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Sansiya deb ataluvchi yoz mavsumida fermerlar ekin ekish, parvarish va hosil yig'ishda zamonaviy asboblardan foydalanishadi. Masalan, avtomatlashtirilgan ko'chiruv mashinalari, zararkunandalarga qarshi dronlar, aqlli sug'orish tizimlari. Bu texnologiyalar mehnatni yengillashtiradi va hosilni ancha ko'paytiradi. Heilongjiang viloyatida esa ilg'or texnologiyalar dehqonchilikni butunlay o'zgartirmoqda. Fermerlar samaradorlikni oshirish, mehnatni kamaytirish va unumdorlikni ko'paytirish uchun aqlli vositalardan foydalanishmoqda. Bu jarayonning eng muhim yutug'i sun'iy yo'ldoshlar orqali boshqariladigan insonsiz sholi ko'chiruvchi mashinalardir. Ular nihoyatda aniq masofada tekis qatorlarda ko'chat ekadi. Bu esa hosilning tirik qolish darajasini oshiradi va mo'l hosil beradi. Avvallari bunday ishlar katta jamoa va ko'p mehnat talab qilgan bo'lsa-da, endi bitta operator bir nechta mashinani nazorat qila oladi. Bu o'zgarish ayniqsa muhim, chunki qishloqlarda ishchi kuchi kamayib bormoqda. Xitoyning aqlli qishloq xo'jaligiga sarmoya kiritishi esa oziq-ovqat xavfsizligi va barqarorlikni ta'minlash maqsadiga xizmat qiladi. Avtomatlashtirilgan mashina suvni tejaydi, chiqindini kamaytiradi va uzoq muddatli barqarorlikni kafolatlaydi. Shimoliy Shinjonda esa odamlar issiqxonalarda tez pishar sholi yetishtirishni yo'lga qo'yishdi. Oddiy sholi 4 oyda yetilsa, bu yangi usul bilan atigi 2 oyda hosil olish mumkin bo'ladi. Bu esa qattiq iqlim sharoitida ham sholi yetishtirish imkonini beradi. Janubiy Xitoyda Hunan va Jangi viloyatlarida erta sholini yig'ishda aqlli texnika keng qo'llanilmoqda. Yig'im-terim jarayoni 20 kun davom etadi. Ammo minglab mashinalar ishlagani uchun bu ish juda tez yakunlanadi. Natijada mexanizatsiya darajasi 95% dan oshgan. Shandun, Shanxi va Shinjon viloyatlarida esa dengiz suvida o'suvchi sho'rga chidamli sholi ekilmoqda. Bu sholi yovvoyi sholi genlar yordamida ishlab chiqilgan bo'lib, sho'r tuproqda ham bemalol o'sadi. Bu g'oya 1950-yillarda boshlangan, ammo hozir aqlli texnologiyalar bilan yangi bosqichga chiqdi. Guandun viloyatining Guanzhou shahrida joylashgan yuqori texnologiyali agroparkda esa 5G platforma asosida butun jarayon boshqariladi. Sensorlar tuproq namligi, ozuqa va ob-havo o'zgarishlarini o'lchaydi. Fermerlar bu ma'lumotlar orqali tezkor choralar ko'radi, zararkunandalarga qarshi masofadan kurashadi. Natijada mehnat kamayadi, hosil sifati oshadi va an'anaviy dehqonchilik zamonaviy samarali tizimga aylanadi. Xitoyning avtomatlashtirilgan guruch yetishtirish tizimi nafaqat dehqonchilikni modernizatsiya qilmoqda, balki barqaror, samarali va texnologik qishloq xo'jaligi davrini boshlab bermoqda. Bu esa butun dunyo uchun yangi yo'nalish, aqlli dehqonchilik inqilobi demakdir. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Sababi siz bizning kanalimizda shol dunyosining kamroq bo'lgan barcha foydali va qiziqarli kontentlar, shol narxlarini kuzatib borishingiz mumkin.